Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan poytaxt hududida joylashgan ko'p qavatli uylarning kuz-qish mavsumiga tayyorgarligi yuzasidan nazorat tadbirlari bo'lib o'tmoqda. Unda ko'p qavatli uylarning issiqlik tizimlarining texnik holati, quvurlar va uskunalarning ta'miri, shuningdek, tizimlarni bosim ostida yuvish orqali tozalash ishlari qay tarzda amalga oshirilayotgani o'rganilmoqda. Ijodiy jamoamiz bilan navbatdagi o'rganish ishlari olib borilayotgan Toshkent shahar Yakkasaroy tumani Shohjahon mahallasi hududida joylashgan Yakka Profcom boshqaruv servis kompaniyasida bo'ldik. Aholiga xizmat ko'rsatish uchun avvalo boshqaruv servis kompaniyasining o'z ofisida yetarli sharoitlar bo'lishi lozim. O'rganish davomida Yakka Profcom boshqaruv servis kompaniyasi xodimlari faoliyat ko'rsatayotgan xonaning o'zida sharoit yetarli darajada emasligi ma'lum bo'ldi. Toshkent shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat qilish inspeksiyasi bo'lim boshlig'ining aytishicha, boshqaruv servis kompaniyalari xizmat ko'rsatayotgan binolar uchun alohida talablar mavjud. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 3-yanvardagi 3-sonli qaror talablariga ko'ra, boshqaruv servis kompaniyasining kirish qismida boshqaruv servis kompaniyasi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi qayd etilgan. Ya'ni o'sha boshqaruv servis kompaniyasi rekvizitlari, boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan texnik xizmat ko'rsatilayotgan ko'p xonadonli uylar ro'yxati, manzilli ro'yxatlari bo'lishi kerak. Aholi joy mulkdorlari to'g'risida to'liq ma'lumot bo'lishi kerak aslida. Vaholanki mana Yakkasaroy tumanidagi Yakka Profcom servis boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan ofis sifatida belgilangan ushbu binoda yuqorida qayd etilgan talablar bajarilmagan. Yana bir talab boshqaruv servis kompaniyalari xonalari zamon talablariga javob beradigan binosiga va zamonaviy jihozlarga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, boshqaruv servis kompaniyasi ko'rsatadigan xizmatlar haqida va aholi murojaat qilishi uchun zarur bo'ladigan ma'lumotlar bo'lishi lozim. Mana o'sha faoliyat olib borilayotgan Yakkasaroy tumanidagi Yakka Profcom servisga tegishli bo'lgan ofis binosidamiz. Ofis umuman amaldagi qonunchilik talablariga asosan jihozlanmagan, talabga javob bermaydi. Undan tashqari ofis bir yaroqsiz holatda, antisanitariya holatdagi ofisda mana o'tirishibdi. Endi bu hozir biz boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan bajarilishi lozim bo'lgan, lekin bajarilmagan kamchiliklar bo'yicha yozma ko'rsatma beramiz va O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 159-modda 2-qismi bilan, ya'ni ko'p kvartirali uylarni boshqarish tartibini buzish bilan ma'muriy javobgarlikka qo'llaymiz. Tasvirga olish ishlarini aynan Yakkasaroy tumani Yakka Profcom boshqaruv servis kompaniyasi xizmat ko'rsatadigan Belariq mahalla Rakat mavzesida davom ettirdik. Hududdagi ko'p qavatli uylarning issiqlik tizimi, suv quvurlari ahvoli, kuz-qish mavsumiga ko'rilayotgan tayyorgarlik ishlari bilan tanishish jarayonida bir qator kamchiliklar ko'zga tashlandi. Xususan, ayrim xonadonlarning tom qismidan suv o'tgan. Xonadon vakillarining aytishicha, bir necha bor boshqaruv servis kompaniyasiga murojaat qilishgan, ammo hali muammolar to'liq bartaraf etilmagan. Shuningdek, ba'zi ko'p qavatli uylarning issiqlik tizimi bosim ostida yuvilmagani, issiqlik tizimi va kanalizatsiya tarmoqlari ta'mir talab ekanligi, yerto'la qismi antisanitariya holatda ekani hamda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilmagani aniqlandi. Yakkasaroy tumani Rakat mahallasi 11-sonli ko'p xonadonli yerto'lasidamiz. Yerto'ladagi ushbu quvurlar umuman ta'mirlanmaganligi, yerto'ladagi ushbu yotiq va tik quvurlarda mana o'zingizlar ham guvoh bo'lib turibsizlarki, o'sha zang bosib yotganligini mana guvoh bo'lib turibmiz. Vaholanki boshqaruv servis kompaniyasi tomonidan issiqlik tizimi to'liq kapital ta'mirlanib, kuz-qish mavsumiga tayyor holatda bo'lishi kerak. Ta'kidlanishicha, mazkur quvurlar issiqlik suvi bosimiga bardosh bera olmaydi. Shu sababli ham qayta ta'mirlanib, texnik sinovdan o'tkazilishi lozim. Bu 11-uyning sovuq suv ta'minoti tizimi. Biz suv quvurlarini mavsumga tayyor holatga keltirish ishlarini Rakat massividan boshladik. 12-uyda barcha quvurlarni to'liq almashtirishni boshladik. Navbatma-navbat har bir uyga yetib boramiz. Barcha quvurlar, issiq suv, sovuq suv, kanalizatsiya to'liq almashtiriladi. Suv quvurlarini 10 atmosfera bosim bilan kompress yordamida yuvib, qayerda kamchilik aniqlansa, barchasini bartaraf qilyapmiz. Materiallarimiz yetarli, xizmat ko'rsatuvchi santexniklar, elektrik, hammasi tayyor. Faqat ba'zi uylar juda yomon holatda bizga o'tgan. Shuning uchun navbatma-navbat quvurlarni almashtirmoqdamiz. Bu qisman emas, 100% kapital almashtirish. Bu kabi kamchiliklar mavsum davrida issiqlik ta'minotida uzilishlar bo'lishiga hamda aholi uchun qator noqulayliklar yuzaga kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Aniqlangan huquqbuzarliklar yuzasidan Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalariga asosan boshqaruv servis kompaniyasi rahbariga bazaviy hisoblash miqdorining 15 baravari miqdorida jarima belgilandi hamda mavjud huquqbuzarliklarni bartaraf qilish yuzasidan yozma ko'rsatma berildi. Nazorat tadbirlari esa boshqa tumanlarda ham davom etmoqda.